Assalomu alaykum azizlar. Umurtqa pog'onasidagi grija. Mana shu grijani kelib chiqish sababini bartaraf qilsak, keyin asorati ham yaxshi bo'ladi deb bugun mana shu tomonni ochyapmiz. Sababi umurtqa pog'onasini mana bu toksin shlaklar yig'ilishi, yaxshi aylanmasligi, bu qon bilan yaxshi tozalanmasligidan yoki qondagi oqsillar, kollagenlar, elastinlar yaxshi bormayotgani. Siz uni harakat qilaverganingiz bilan u ochilmasa, qisilib turgan bo'lsa, qisilish qonni yaxshi bormasligiga sabab bo'ladi. Toshni tagiga suv bormasa deganday. Va bu qon yaxshi aylanmasligiga mushakni qotishi sabab bo'ladi. Mushakdagi qotishlar esa ong bilan bog'liq. Ya'ni ongdagi o'sha qisilishda, qadrsizlanish holatlarida, asabiylashgan holatlarida siz uni harakat mashqlar berasiz, uning natijasi bo'lmaydi yoki kesganingiz bilan, dori bilan natija qilib bo'lmaydi. Shuning uchun 95% nimada desak, mana bu ilmni o'zlashtirish kerak. Uni umurtqa pog'onasini tiklanish qadar qobiliyatlari borligini o'rganish lozim bo'ladi va kompleksni yondashuv qilish kerak. Buning uchun esa biz YouTube video tayyorladik. Uning uchun siz 7 raqamini qo'yingda YouTube videoni ko'rishingiz mumkin. Ko'rishguncha.